Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Sizlarga bugun yana bir xonadonimiz sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda desanglar, Nurafshon shahar Degantepa Mefi Qoraqo'yli 101-xonadonimiz video obzorini qilib ko'rsatib o'tamiz. Bir chetdan mana bu yog'imiz, ko'chalarimiz asfalt. Chegaramiz mana bu yerdan. Ko'rsatib o'taylik. Mana bunaqasi ketgan zabor. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimiz umumiy yer maydoni 6 sotik. 5 xonani tashkil qiladi. Mana chegaramiz bu tomonda. Uy tugagani orqasida. Qo'shni uy chegarasi bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Qoraqo'yli 101-ko'chasi. Mana bu yoqda molxonalar bor. Molxonani ham ko'rsatib o'tamiz. Boloxona mana. Molxona bemalol 4 ta 5 ta buqa boqsa bo'ladi. Mana xonadonimiz. Aziz kuzatuvchilar, obuna, like bosib qo'yishni unutmanglar. Uyimiz ko'cha tomonidan ko'rinishi hovlidan. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatishyapti. Podashya qilib obuna bo'lib qo'ysanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu koridor. Mana bu yog'imiz spalni. Bu yog'imiz katta zal. Keyingi xonamizga o'tamiz. Mana bu yoq sal kichikroq. Uylar remont bo'lib qilingan. Mana parovoy отоплениyalar o'tgan. Issiq. Fayzli xonadonlardan biri. Mana bu yerda tapcha, spalarimiz bor ekan. Mana bu yoqda tapcha. Bu yog'imiz katta zal ekan mana. Ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Remont qilingan ajoyib xonadonlardan biri. Kelib ko'rib, bemalol baraka qilsanglar bo'ladi, savdosi. Puliga kelishsanglar, savdosini qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, buning narxi 6 sotik 5 xona uy. Narxini uy egasi aytishi bo'yicha 40 ming AQSh dollari. Yana o'tadigan, kelishadigan, sunnatga o'tadigan joyi bor ekan. Mana bu yoqimiz oshxona. Ko'rib turganlaringizdek remont qilingan, Yevro remont. Mana bu yog'imiz kladovkacha. Bu yoqda hammomni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana pechkalar qurilgan. Sovuq suv. Pulga kelishsanglar ajoyib xonadon. Mana hovlida mevali daraxtlar ekilgan. Ko'rishingiz mumkin mana hovlini.
Oh, daraxt. Ancha daraxt.